Uylarni remont qilmoqchimisizlar? Keling. Abdulla aka, yaxshimisiz? Rahmat. Charchamayapsizlar? Salomatmisiz? Bizning uy proyektini qilib berdilar. Undan tashqari bitta proyektni katta o'zlari ovotaladi, pat ключ topshiryaptilar. Shunaqa. Bittadan obzor qilib bering, aka. Bo'ldi. Kiramizda men eshikni yopaman-da, to'g'ri birinchi oshxonadan boshlaymiz. Oshxonadan boshlaymiz. Zalga keyin 180 kvadratli juda ham qiyshuv bo'lgan uy, lekin normalniy narsa chiqarib berganlar. Xo'p, oshxonamizda aka bu ham qiyshuv ekan. Shunaqa. Mana bu burchagiga nima qoldirdik? Bitta shu bemalol yonboshlab yotaman deganlarga ko'rpacha shu dasturxoni bilan bemalol xon toxtasi bilan o'zbekona. Qosh tepadagi o'zini obnalichkasi. Eshikni ochgan paytda qoshga tegib qoladi ko'p xonadonlarda. To'ppa-to'g'ri. Unda ochganingizda qoshni ham hisobini olib eshikni mana bu yerdan ochiladigan qilibdilar. Mana shu joylariga e'tibor berasizlar. Dizaynerlar asosan shunaqa joylariga e'tibor berish kerak bo'ladi. Undan tashqari pajara bezopasnost bo'yicha mana bu eshikni tashqariga ochadigan qilibdilar. Nima unaqa qildingizlar? Sababi bu nima xona? Bu kotelli xona bo'lgan, o'zi sanuzillarda mana shunaqa mashina e'tiborga olgan yaxshi Otabek aka. Ichkaridagi odam yong'in xavfsizligi uchun normativlar bo'yicha tashqariga ochish kerak. Ya'ni bu yoqqa intiladi-da odam. Melki detallarga biz unaqa e'tibor bermaymiz, lekin akam shularga ham e'tibor berganlar. Xonadonga borganimizda ko'rsatuvdingiz. Menga o'sha joy rosa yoqdi. Ya'ni xona kichkina edi-da. Bunda qaylayotgan paytda qo'llar yelkalar tegib ketmasligi uchun hamma shkoflarni balandliklarini, odam normativini ergonomikasi, ergonomikadan kelib chiqib, bo'y basidan kelib chiqib qilib bergansiz. Masalan, bo'yi 1.85, 1.90 lik katta yirik odamlar bor, ularni o'ziga moslab qilib berasiz uyga. Shunaqa. O'ziga yarasha shkaflarning oldida harakatlanadi, o'tirib turishlari bor, shuni olish kerak hisobini. Bu zalimizning yagona eshigi bu. Zalimiz. Katta studiyniy formatda bo'lgan Otabek aka. Ibetga oyna qo'yib yuborganmiz, чтобы bo'g'ilib qolmasligi uchun oyna bilan. Bo'ldi, tushundim. Bu yoni yorig'i ham kelib turadi-da. To'ppa-to'g'ri kelib turadi bu yoqqa koridorga. Bu new klassika. New klassika degan bo'ladi. Bizning uydagi high-tech bor-da. Minimalizm, aka. Vashi minimalizm. Akam endi ko'p safar qiladilar, ana Yevropalarni ko'rib, fikrlari o'sib ketdi dedi. Endi hammada hal qildi, aka. Baribir o'shanga ham qilib beryapsiz-ku, moslar. Shunaqa. Prixo'ja hol katta. Bu yoqda ham xona bor, bu yoqda ham xona bor. Mana bu devor bilan yopishgan. Endi asosiy spanningizdan boshlaymiz-da. Kiraverganimizda общий sanuzi. Общий sanuzi. Shuni chiqqaningizda bu yoq tomonda esa detskisi bor. Ikkita bolalar uchun detskisi bor. Bitta kirib chiqayim aytgan ukajonim. Mobilografiyaga mana joy o'rgatamiz. Endi asosiy spanniga kiramiz. Ketdik. Spanniga. Okey, spanli va shu katta-yu. Nechiga bu? Bu bir taxminan 30 kvadrat bo'lgan, aka. 6 ga 5, 30 kvadrat. 6 ga 5. Shkoflarni ham, ranglarni ham boplaganlar. Chap tomonda yana sanuzil bor. O'zini sanuzili bor, ha. Xo'p, boyaga joyga qaytamiz, qulayroq bo'lishi uchun. Aka, yana bitta fishkasini ochib ketaylik. Mana shu yerda ko'pchilik planirovkada e'tibor bermaydigan joyi, arxitektor dizaynerlarimiz shuni o'ylagan, yaxshilab ikkita tomondan kiriladi. Nega? Savol, aka. Xo'p, nega? Mana shu ikkita tomondan kirganda nazar ham tushmaydi endi o'zbekchilikda bo'ladi-yu. Bir-biriga. Da, spanlida yotganda u yoqda o'zini alohida hamma sanuzillari bilan bu yoqda o'zini alohida. Ota-ona uchun, kelin-kuyov uchun, ya'ni o'g'il uchun. Bo'ladi shunaqa. Zo'r. Bitta katta oila sig'ib ketadigan uy bo'lgan. 180 kvadrat kichkina emas-da. Yo'q, normal. Shahar markazidagi, Alayskidagi nimadan deyiladi bu? Premium house. Va lekin rosa havasim keldi. Joy ham zo'r ekan. Koridordan kirib kelaveramiz. Bu yerda mana ranglarini lekin zo'r boplabsiz. Ranglari shu trenddagi haki ranglardan bo'lgan, aka. Keyin men e'tibor berayotgan bo'lsangiz, qiyshuv joyiga ham shkaflarni o'ylab ketilingan, aka. Ha, qiyshuvligi bilinmayapti-da o'zi. Kameraning orqasida yana sanuzil bor. Bu yoqda ham sanuzil bor. Pardalarni ham boplabsiz, aka. Ranglari hammasi cho'tki bo'libdi. Shunaqa o'ziga moslangan, aka. Hammasi. Xo'p, aka, suklar bilan. Siz aytdingizki, polniy dizayni, mebellari, remontlari, lyustralarigacha pat ключ. Faqat shu sochig'i bilan o'zini kiyimini olib kelsa bo'ldi dedi. Shunaqa bu xonadon egalari ham unaqa kelishmagan bu yoqqa. Oxirida kelishdi. Endi emotsiyani o'zingiz bilasiz. Mana shu yerda yashaymanmi deydigan darajada emotsiya bo'ldi. Yaxshi. Soqqasini otadi, bo'ldi, ishim yo'q deydigan boy akalarimiz borda. Qancha vaqt ketdi 180 kvadratlikni shu korobka holatda qabul qilib olganingizdan keyingi bitgungacha? Xo'p, примерно bir 9 oy, 1 yilga yaqin ketdi. Detalligacha mehr berib qilindi deb aytdi. O'zi bir 5-6 oyda ham bitirib olsa bo'ladi. Budjet to'xtamasa, bilasiz. Bu yerda hozir cho'pli pollari ham bormi shunda? Hammasi bor, full bo'lgan. Shunga o'xshagan xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, Abdulla akaga murojaat qilaverasizlar. Xizmat. Bizani uyimizni ham qilyaptilar hozir. Kompaniyaning nomi Minot qurilish. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Men уже ishlayapman, уже bilyapman, shuning uchun qo'rqmasdan reklama qilib beraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat.